Mustaqilligimizning 35 yillik arafasida turkiyalik taniqli olim va adib Kemal Yavuz Atamanning Men tanigan O'zbekiston kitobi nashr etildi. Asarda yurtimizning boy tarixi va ma'naviy merosi bilan bir qatorda yangi O'zbekiston taraqqiyot modeli va mamlakatimizning xalqaro maydondagi nufuzi xorijlik olim nigohida tahlil etilgan. Mazkur asar Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati hamda ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti hamkorligida o'zbek va turk tillarida tayyorlandi. Poytaxtimizda yangi asar taqdimoti bo'lib o'tdi. Hech kuzatganmisiz? Daryoning shovullashi uning ichida emas, tashqaridan quloq tutganda ko'proq eshitiladi. Shu ma'noda bugun yangi O'zbekistonda kechayotgan yangilanishlar, evrilishlar, taraqqiyotga yuz burgan o'zgarishlar ham uni tashqaridan turib kuzatganda yanada yorqinroq, teranroq namoyon bo'lmoqda. Bugungi O'zbekistonni chin ma'noda tanish, avvalo islohotlar mohiyatini his etishni ham talab etadi. Turkiyalik taniqli olim, huquqshunos va adib Kemal Yavuz Atamanning eng ulug' bayramimiz arafasida nashrdan chiqqan Men tanigan O'zbekiston kitobi ham adibning 35 yillik kuzatishlari mahsuli sifatida dunyoga keldi. Asar taqdimotida mamlakatimizning ilmiy doira vakillari, yozuvchi va shoirlar, shuningdek keng jamoatchilik ishtirok etdi. Muallif o'z asarida Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni, taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab bergan muhim siyosiy va ijtimoiy jarayon sifatida baholaydi. Bugun yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz olib borayotgan islohotlari faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga tanilyapti va tasavvur qiling, boshqa mamlakatning bir yirik olimi, katta olimi O'zbekistondagi islohotlar haqida kitobini o'zbek va turk tilida nashr etildi va bugun taqdimoti bo'lyapti. Bu hozir muallif bir gapda alohida aytib o'tdiki, men bu kitobni 35 kunda yozdim, lekin 35 yil kuzatuvlarim natijasida yozdim deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, 91-yil 31-avgustda mustaqillik e'lon qilinganda taqdir taqozosini aynan shu yerda O'zbekistonda bo'lgan. Va bir gap aytyapti. Sizlar deyapti, yangi O'zbekiston olib bo'layotgan islohotlarning ichida yashayotganlaringiz uchun sizlarga bu oddiy holatdek ko'rilyapti deydi. Lekin men tashqaridan kelib, har 3 yilda bir kelib O'zbekistonga hayron qolyapman. Bu islohotlar, bu sizlarning prezidentlaring olib borayotgan islohotlar eng muhimi deyapti, ma'rifat va ma'naviyat, madaniyat sohasidagi islohotlarni bemalol xohlagan davlatga namuna qilib ko'rsatsa bo'ladi deydi. O'zbekiston shunday bugun bir pallaga kirdiki, endi uni tanimaslikni iloji yo'q endi uni o'sha qadim ildizlari bilan, qadim madaniyati bilan, tarixi bilan, buyuk shaxslari bilan endi yangidan tanish kerak. Butun dunyoda bu jarayon boshlandi endi. Yevropada ham, Afrikada ham, uzoq sharqda, yaqin sharqda O'zbekistonni o'zlari uchun ixtiro qilishyapti. Ko'proq kashf qilishmoqda desak to'g'ri bo'ladi. Va yana eng muhim narsa shuki, mana buni bu muhtaram Kamol og'a aytibdilar, O'zbekistonning ibrati, O'zbekistonning siyosatida faqat O'zbekiston bo'lsin degan gap yo'q. Butun qo'shnilar, yon qo'shnilar, butun dunyo masalan yaxshi bo'lishi kerak. Bitta yo'lga o'taylik degan gaplar bugun O'zbekistonning yangi siyosatiga aylandi. Uning nazarida O'zbekistondagi yangilanishlar alohida sohalardagi o'zgarishlarning yig'indisi emas, balki davlat va jamiyat munosabatlarining mazmun mohiyatini o'zgartirayotgan yaxlit jarayon sifatida qaraladi. Inson qadrini ulug'lashga qaratilgan siyosat, xalq bilan muloqotlarning yangi mexanizmi, bularning barchasi muallif tahlilida yangi O'zbekistonning yangi qiyofasini belgilayotgan omillar sifatida namoyon bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu kitobimiz butun turkiy tillar xalqlari uchun bir muloqot maydoniga aylanadi. Ya'ni bu orqali, mana shu kitob prizmasi orqali turkiy dunyoni, o'zbeklarning dunyosini naqadar buyuk ekanligini, butun jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan va bugungi kunda qo'shib kelayotgan hissasi haqida emin-erkin gapirishlari mumkin. O'zbekiston rahbarining siymosiga alohida urg'u beradi. Nimaga? Chunki yangi O'zbekistonda bo'layotgan eng asosiy
asosiy islohotlarning muallifi aynan davlatimiz rahbari ekanligini ta'kidlaydi va O'zbekistonni yetakchi mamlakatlardan biriga aylanayotganini o'z ko'zi bilan ko'rayotganini ilhomlanib gapiradi. Ijodkor O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining faxriy a'zoligiga saylandi. Bu esa uning o'zbek adabiyoti va ma'naviy merosini targ'ib etishdagi ko'p yillik faoliyatiga berilgan munosib bahodir. O'zbek va turk tillarida nashr etilgan asar ikki qardosh xalq o'rtasidagi ilmiy, madaniy va ma'rifiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbekistondagi O'zbekistondagi qardoshlarimiz avvalo o'z qadriyatlari va milliy merosining qolaversa, davlat rahbarining fidoyiligi va tinimsiz mehnatning qadriga yetishlari kerak. Bu kitobda men o'zim o'rgangan tarix va so'nggi 35 yil ichida o'z ko'zim bilan ko'rgan voqealarni taqqoslashga harakat qildim. Aytishni istaganim bir narsa. O'zbekiston faqat O'zbekistonning o'zi bilangina cheklanib qolmaydi. Bu mamlakat yuksak qadriyatlar, nihoyatda boy tarix va katta ahamiyatga ega bo'lgan geografik hududga ega. O'zbekiston o'zining chuqur tarixiy ildizlari va buyuk kelajagiga ega davlatdir. Men butun dunyo aynan shuni bilishini istardim. Bir so'z bilan aytganda, asarni xorijlik olimning nigohi orqali O'zbekistonning kechagi va bugungi qiyofasini birlashtirgan, mamlakatdagi yangilanishlarni xalqaro auditoriyaga yetkazishga xizmat qiladigan ma'rifiy ko'prik deyish mumkin.